Assalomu alaykum qadrli parvoz aka ukalar. Hamma yaxshimi? Charchamayapsizlarmi? Ma 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 ma. Tepada yengil shabada bor ekan. Ma 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 ma. Xo'p aka ukalar, savollar kelyapti har xil. Uchadigan kaptarni qatdan ajratib olasiz. Keyin juplashda qana juplaysiz? Juplashda kaptarni mana bunaqa xonaga alohida qilib solib qo'yaman. Nardi bittasiga, mo'dani bittasiga solib qo'yaman. 2 kunda alohida qilib oldini to'sib qo'yaman. 2 kundan keyin mo'dani nardi oldiga qo'yib yuboraman. O'sha kuniyoq jup tushadi keyin kaptar. Iloji boricha parlayatib aka ukalar, mana kaptarda ko'zini atrofida mijjasiga peshanasiga qarab juplanglar bo'ldi. Bu kaptarda. Keyin Pokiston kaptarda ingichkasini boqaverasizlar. Oldi kattalari uchmaydi bas. 3-4 soat, 2 soat, 3 soat uchadi. Ingichkasi uzoq uchadi. Qanati ham uzun bo'lishi kerak keyin kaptarda. Qanati ham o'zi uzun bo'ladi. Qattiq bo'ladi ushaganda. Bitta joyda boqilgan kaptar bo'lsa, bunaqa tekis bo'ladi. Qo'ldan qo'lga o'tgan bo'lsa, hurpayib o'zi patlari ham xiralashib o'zgarish bo'ladi baribir kaptarda. Xo'p, battan mana shu joy bo'lib kelgan. Dona bilan mana bu ham uchqur kaptar nihoyatda, mana ko'zini vekasini ko'ryapsizlar. Ko'zini vekasi oq, ingichka. Jonsira zot bo'lishi kerak bu, chunki boshida oq ko'p. Nihoyatda uchqur bo'ladi bu Jonsira zot ham. Mana oyoqlari ham toza yalangoyoq. Yosh narsa, qor kuni ushalgan xullas. Endi buni yosh ekan, ushalibdi. Charchab qolib, osilib qolib qo'ndi kaptar o'zi. To'g'ri pramo yerga tushdi. Yosh ekan, ushalgan ekan deb tezda yechib yubormaslik kerak bularda. Hech yo'q 1 oy baylasa, tomlarga keyin yengil qilib chiqarib tushiraverasizlar. Shuni oralig'ida o'zi yengil o'rganadi kaptar. Qo'yib yuborsalar ham keyin yo'qolmaydi. Bo'lmasam sizdan ketib yo boshqa birovga borib tushadi yoki o'sha egasiga ketib qoladi. Battan ancha oldin, mana 1-2 oy oldin olib kelgan, mana 2-3 oy bo'lib qoldi. Mana ko'k modani olib keldim. Men ko'k deyman o'zi, bu Pokistonga sezak chachishib chiqqan. Kelganda lenta o'ynab, dumalab yuruvdi kaptar. Hozir shunaqangi chiqib ketyapti. Buni nari yo'qolib qoldi. Qorni ettasiga chiqib ketgancha qaytib tushmadi. O'zi yomon uzoq uchayotdi nari. 5-6 soat hech nima bo'lmay qoluvdi. Kechalari bilan ham uchib tushayotdi kaptar. 11-12 da projektor yoqib zo'rg'a qo'ndirayotgandim narini. Xo'p. Bitta mana Teddy nar qoldi. Endi bunga uni alohida o'zi turgan Teddy modani olib kelib qo'ydim. Juplagani mana uni. Ma. Kaptar sog'lig'i yaxshi, prosta qonni och hozir kaptarlarimni. Keyin bir jup Teddy narga Rampuri moda qo'shganman mana. Mana Rampuri moda, orqasidagi ham moda. Buni mana Teddy narga qo'shganman. Qanati qilganman, mana yonimda ekan o'zi. Mana uni narga qo'shganman. Bu qanati qiyig'ichi uchib yurib, ish ko'rsatib nima qilyapti. Keyin buni ham yana oralatib qiyib qo'ydim. Xullas 2 ta 3 ta 4 tami qiyiq bo'lib qoldi endi. Ma. Mana uni olib keldim bozordan. O'zimni eski uchirayotgan kaptarimdan mana 2 ta bir jup qoldi. Mana moda, ana keyin mana ketayotgan mashi. Mana eski nar. Keyin yana bitta tuxumda yotibdi, qizil kalsoli. Keyin o'sha uchadiganning bolasi uni
Bir 7 tami 8 ta o'zim eskimdan qoldi, qolgan hammasi yangilandi kaptarlarda. Menga buni birov uchirib berishini keragi yo'q. O'zimni bilimim yetgancha tanlab olib kelaman. 90% uchadigan chiqadi. Aniq uchadigan chiqadi 90%. Endi yoshligimdan shuni ichidaman. To'g'ri, bunaqa Pokiston kaptariga endi yaqinda o'tdim, lekin yoshligim Andijon kaptar, o'zimizning Marg'ilon kaptarida ichida o'tgan. Mendan oldin uyimizda ham bo'lardi, o'zi men yo'qligimda ham bo'lgan kaptar. Tushuncha yaxshi har holda. Lekin men u kaptarni o'ziga o'xshaganiga qo'shinglar, iloji boricha. Andijon kaptarni Andijon kaptariga qo'shinglar, Toshkentskiy kaptar Toshkent kaptariga qo'shish kerak. Xullas, iloji boricha o'ziga mosiga svetiga to'g'rilab, ko'zi, jiyaylarini to'g'rilab qo'shsalaring, chiqadi kaptar. Shunda o'zi uchmasa ham bolasini uchadigan qilib chiqarib beradi. Ko'zi toza oppoq kaptar edi, shunaqasiga qo'shsalaring, ko'zi tinmaydi, nihoyatda uzoq yuradi keyin kaptar tebada tushganda ham. Xo'p, mana yosh juvoni. Mana buni vekasi haligida ushlab ko'rsatganimdan ko'ra yuqaroq buniki mana. Ko'zi ham boshqa keyin. Ko'k ko'z deydi buni. Don yekaniga tiqilib qoldi. Kallasi ketib tuzaldi. Mana kallasi ketgan kaptardi. Yangi boshi qiyshayishiga dumini yulib bersalaring, qanoti bilan dumini yulib yuborsa, kesishni ham keragi yo'q, o'zi to'g'rilanib qoladi. Agar ketib qatib qolgan bo'lsa, keyin kesish kerak bo'ladi uni. Kaptarlar ozgina bezadi endi mana. Chujoyda men mana shu holatda, mana shu xuddi shu qanday ushlayotgan bo'lsam, xuddi shunday qilib ushlayman. Menga chujoyda qizig'i yo'q aslida. Lekin qiziq emas, kelib bo'lsa, xondag'imga tushib bo'lsa yoki pastroqda kelib bo'lsa, iloji boricha tushirib, mana shunday qilib ermay qilib, qo'limni ushlashga harakat qilaman. Qo'limga bunday qilib yonimga kelmaydigan bo'lsa, iloji boricha tezroq galani ichidan chiqarib haydab borish harakatini qilaman. Boshqa birovga borib tushsin yoki egasinikiga borib tushsin. Bizda bunaqa qimmat Andijon kaptarlar, qimmat bo'lib ketgan unaqa kaptarlar uchirishmayapti. Bizga keladigani shu. Mana shunaqa kaptar kelyapti, bag'i qolgani tunali daqalar kelyapti. Akalar, bu ham Xudoning ne'mati. Andijon kaptarni qanaqa qilib boqsalaring, biz ham xuddi shunday qilib boqyapmiz. Mislchi ekan, palon aka, siz ham biz ham insonmiz. Bu ham Xudoning ne'mati. Siz bilan bizni xursand qilish uchun yaratilgan narsa bu. Buni valerga qamab qo'yib yo boshqa qilishning foydasi yo'q-da. Bugun bo'lsa, ertaga havozaga chiqqanda, osmonga chiqqanda sizniki ham bas, boshqasiniki ham bas, xolagan joyiga ketadi bu. Zo'r mehr berib boqing, qaytib kelsin. Shuni singari aka, bu mislchi ekan deb endi hamma odamda ham o'zini xarakteri bo'ladi akalar. Men unaqa narsalarga e'tibor qilmayman. Prosta yozishyapti xolos kommentariyada. O'ynaydimi, o'ynamaydimi? Ishonmaganlar kelib ko'radi, uchirib beraman. Ishtonini tushirib yuboradi o'sha gamay gapirayotgan kaptar mislchi ekan deyotganlardi. O'ynamagan kaptarni men kamdan kam boqaman. Tedini ham ataylab men gibrid qilyapmanki, Pokistonga qo'shyapmanki, o'ynaydigan qilish uchun shunday qilyapman. Bo'lmasam 1-200 mingga Tedi olib qo'shish men uchun muammo bas. Hech nima bas, olib qo'shib bir pasda juplab chiqarib olaman men. Bitta masha shu 3 yilga yaqinlashdi, xudo xolasa bu yil masha erta bahor kelsa 3 yil bo'ladi. Mashinarim yuribdi. 2 oydan beri baylaq. Buni men o'zim sizlarga yolg'on mangacha kami 10 soat, 11 soat bu yil rekordini yangiladi, 11 soatga chiqardi. 10 soat 40 minutga chiqardi. O'tgan yil 9 soat, 10 soat uchib tushgan edi bu. Qolib ketib qolyapti, 2-3 marta patriyat qolib ketdi. Kaptar tobga kirib qolgandan keyin baylab qo'yishga majbur bo'ldim, baylab berdim keyin. Xudo xolasa bu yil undan ham, o'tgan yilgidan ham qattiq juvonalardan chiqaramiz. O'tgan yil yaxshi modalarda zo'ridan kam edi. Bu yil modalarda yaxshisidan topib kelib qo'shdim.
Bitta yaqinda olib kelgan mo'dan bor, suv ichyapti ekan. Hozir kelsang ko'rsataman. Baylag'icha ish ko'rsatyapti u ham. Telegramda ko'rib olib shunchaki savdo qilib oldim kaptar. Uchishi men o'zim bilimim bo'yicha uchadi mana shu kaptar deb oldim. Haqiqatda baylag'icha u qo'ndaqdan bu qo'ndoqqa o'tyapti, taqillatib uryapti kaptar. Tuxum qo'ygan hozir yotibdi shu. Hali qizil kalsiyli energiya juplagan hozir chiqadi. Asr bo'ldi mana, asrga ozon chaqiryaptilar. Mana shuna paytda har kuni shuna paytda men bo'lsam bo'lmasam shuna paytda don yeydi kaptarlar. Hozir nari chiqsa ko'rsataman. Mana chiqdi nar. Mana shu narga juplaganman hozirgalik kirib ketgan modani. Shunaqangi chiroyli par bo'ldi kaptar. Xudo xolasa bolalaridan chiqarib beramiz. Ma. Mana shu orqasidan kelib turib, ko'pini mana shunaqa qilib orqasidan kelib shovulaman kaptar mana. Shunday kelaman orqasidan. Bilmay ham qoladi o'zi. O'zimnikilari uchun jamla tashamadim. Mana shu bor kaptarim shu qoldi bir 17 tamikin bor kaptar. Xudo xolasa endi yo'qolmay tursa ko'paytirib olamiz. Buning ichidan dumi qora moda, keyin yana ikkita yaxshi Pokistonlar yo'qoldi. Endi uchiradigan odam bo'lganimizdan keyin yo'qolganiga ham chidaymiz, yo'qolishiga ham. O'rniga Xudo beryapti boshqasini. Bir siqim-pat bu hammadan qoladi. Aka-ukalar bir-birimizga chiroyli muomalada bo'laveraylik, hamma o'zini ehtiyot qilsin. Jonlaring sog' bo'lsin.